Erimni boshini aylantirayotganingni ko'rmayapmanmi? Bu bolani o'zim qorningga soldimmi? O'zim olib tashlayman. Akamni rashk qilyapsizmi? Menga bola kerak emas. Menga erim kerak. Hozir Jamila opa keladilar. Bu bolani oldiramiz. Voy, nimalar deyapsiz? Xullas, bugun bola olinadi. Sen bizni esingdan chiqarasan. Meni erim akangligini ham esingdan chiqarasan. Bizni unutasan. Bolang tuzaldi-yu, to'g'rimi? Bizni keragimiz yo'q endi. To'rt tomoning qibla bo'ladi. Bilganingni qilasan. Meni oilam, akangni oilasi tinch bo'lishini istasang, ko'zimizdan yo'qolasan. Shundoq ham tinch. Tinch emas. Meni ko'zim ko'ramas. Nima, akam bilan yuribsan deb o'ylayapsizmi? Shunaqa. Siz tirik odamni o'ldirmoqchisiz hozir. Kerak bo'lsa, seni ham o'ldiraman. Menga bola kerak emas. Menga erim kerak. O'z xohishing bilan hozir borib shu bolani oldirasan. Menga farqi yo'q. Oldirsangiz oldiravering. Eringizni ham olib keting. Men hech qachon birovning oilasini buzmayman.